Hurmatli yo'lovchilar, barchamizga ma'lumki 2026-yil 1-fevraldan boshlab birinchi bosqichda Buxoro shahridagi 1-sonli, 2-sonli, 5-sonli, 10-sonli, 17-sonli, 19-sonli va 33-sonli Bruto avtobus yo'nalishlarida 1-apreldan esa qolgan harakatdagi avtobus yo'nalishlarida yo'l kira haqqi uchun naqd pulsiz to'lov tizimi joriy etildi. Shunga ko'ra 1-fevraldan boshlab 7 ta Bruto yo'nalishda yo'l kira haqqini naqd pulda to'lash amaliyoti to'xtatiladi. Yo'lovchilar yo'l kira haqqini Atto transport kartalari, bank plastik kartochkalari, avtobuslarda o'rnatilgan validatorlardagi QR kod orqali va boshqa elektron to'lov tizimlari orqali to'lashi mumkin. Bunda yo'l kira haqqi imtiyozli 2000 so'mni tashkil etadi. Atto transport kartalari orqali to'langanda esa vaqtga bog'langan tariflar rag'batlantirilib, birinchi avtobusda to'lov 2000 so'mni, 1 soat ichida ikkinchi to'lov 1500 so'mni tashkil etib, uchinchi to'lov mutlaqo bepul bo'ladi. Yo'lovchida Atto transport kartasi ham, bank plastik kartochkalari ham yoki boshqa elektron to'lov tizimlari orqali to'lash imkoniyati yo'q deylik. Bu holda qanday to'lash mumkin? Bu holda yo'lovchi avtobus bekatlarida o'rnatilgan Paynet o'ziga xizmat ko'rsatish qurilmalari orqali bir martalik QR kodli chipta xarid qilib oladi va uni avtobusda o'rnatilgan validatorning pastki qismiga tekkizish orqali yo'l haqqini to'laydi. Ma'lumot uchun, QR kodli ushbu chipta 3 kun mobaynida amal qiladi va QR kodli chipta bilan yo'l haqqi to'langanda imtiyoz yoki vaqtga bog'langan tariflar amal qilmaydi.